Oliy Majlis deputati O'zbekistonni Rossiyaga qo'shib olishni taklif qilgan amaldorga javob qaytardi. Avvalroq Rossiya gvardiyasi polk komandirining harbiy siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Zaxar Prilepin sobiq SSSR hududlarini Rossiya Federatsiyasi tarkibiga qo'shib, ularning aholisiga rus tilini o'rgatish taklifini ilgari surgani xabar qilingandi. O'zbekistonda Prilepinning mazkur bayonoti norozilik bilan qabul qilindi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Inomjon Qudratov ushbu vaziyatda aqlsiz do'st aqlli dushmandan yomonroqdir naqlini esladi. Biz bilan do'stlik rishtalarini bog'lab, har tomonlama o'zaro manfaatli hamkorlik qilib kelayotgan Rossiya Federatsiyasidagi siyosiy partiya Spravedlivaya Rossiya Patrioti za Pravdoning hamraisi Zaxar Prilepinning urushni targ'ib qilishga qaratilgan chiqishi qalbimizni larzaga soldi. Kaykausning Qobusnoma asarida aqlsiz do'st aqlli dushmandan yomonroqdir degan naql bor. Bu do'st dunyoning ko'pgina mamlakatlarida notinchlik yuz berayotgan, qonli mojarolar avj olayotgan, buning natijasida tinch aholi jabr ko'rayotgan, uy-joydan, mol-mulkidan ayrilib boshpanasiz, himoyasiz qolayotgan, ayni zamonda mamlakatimizga hukm surayotgan tinchlikka rahna solish niyatini bildirdi, dedi deputat. Qudratov O'zbekiston mustaqil, suveren davlat ekanini, uni bosib olishga, unda o'z hukmini o'tkazishga, xorijiy til o'rgatishga hech kimning haqqi yo'q ekanini ta'kidladi. Bunday surbetlik bilan e'lon qilingan fikrlar na xalqaro huquqqa, na sog'lom aqlga to'g'ri kelmaydi. Aksincha, urushni targ'ib qilish bu jinoyatdir, deya qo'shimcha qilgan Qudratov. Shuni g'urur bilan aytamizki, mamlakatimizda tinchlik, totuvlik hukm surayotgani, bunyodkorlik ishlari izchillik bilan davom etayotgani, iqtisodimiz yuksalayotgani, sportchilarimiz zabt etayotgan shoh-supalar, erishayotgan yutuqlarimizning barchasi mamlakatimiz qudratidan dalolatdir. Bizning ulug' xalqimiz muqaddas huquqimiz, mustaqilligimizni hech kimga hech qachon berib qo'ymaydi. Mustaqilligimizni, suvereniteetimizni, davlat chegaralarimiz daxlsizligini himoya qilishga kuch-qudratimiz ham, jur'atimiz ham yetarli, deya xulosa qilgan deputat Qudratov.